Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa mana navbatdagi zakazlarimizni ham xonadonimizga olib kelib o'rnatib oldik. Xo'p, o'sha trenddagi mokriy rangdagi eshik romlarimiz qalin 08 da bo'lgan. Bu o'zimizni Andijonda Bulovoshini Kulli qishlog'iga o'rnatib berganmiz. Xo'p, bu yerda 5 ta 2 xonatlik 4 ta romlarimiz ustanovka qilingan. Xo'p, hozir sizlarga bularimizni narxlari, razmerlari, shumkalari, qo'shimcha nimalar qilingan, podokomlari, xudo xolasa hamma ma'lumotini beramiz. Xo'p, birinchi o'rinda MDFimiz qalin 08 MDFda qilingan. Rangini mana patologga lekin juda bir-biriga padmos bo'lib hamohang, juda chiroyli chiqibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, chotga tushgan. Xo'p, razmeriga keladigan bo'lsak, bu yerda 5 ta 2 xonatli eshigimiz razmeri bir xil. Eni 1.10 ga, bo'yi 2.26 bo'lgan. Derazamiz razmeri eni 1.22 ga, bo'yi 1.60 bo'lgan. 4 ta bir xil razmerdagi romimiz. Xo'p, bularimiz qalin 08 da qilingan. Xo'p, eshiklarimizni qalinligi o'sha holatda 4.5 sm ga tayyor bo'lgan. Chaspalari 2 sm lik chaspak qilingan. Xo'p, mana eshigimizni, xo'p, qalinligi 4.5 sm bo'ladi bu taraf. Korobkamizga keladigan bo'lsak, korobkasi 10 sm ga, qalinligi 4.5 sm. Orqalarini ham MDF bilan, ichlarini MDF dan o'rab, afisha qilib chiroyli qilib berganmiz. Xo'p, o'lchaganimizda penasini 1 sm tekis yeydigan qilib o'lchab, ustanovkalarni bir xil qilib berdik. Xo'p, bularimizga rangiga, marasa mokriga qora chiroyli tushadi. Shuning uchun zamogini, oshig'ini shpangetlarigacha rangini bir xilda qora rang qilib berganmiz. Bularimizga shumka ham qilib berganmiz. E'tibor beringlar yopilishiga. Ruchkani buramaymiz. Tixa yopiladi. Yana bir tixa yopilishining sababi oynaga germetika bo'lgan. Pol yurganinglarda tirqlab, eshik yopganda tirqlab g'ashliga tegmaslik uchun oynagini germetika qilib solib beramiz. Xo'p, endi baquvvatdan tashqari, endi videoga e'tibor beradigan bo'lsak, eshigimiz ko'zga tashlanib chiroyli turishligi uchun, artilgan olishi uchun laklarini glansiy qilib laksiya berganmiz. Kraskalarni ikki slojdan bo'yab qilib berganmiz. Bularni qo'rqmay artolishlar o'chib, to'kilib, o'chib ketib unaqa narsa bo'lmaydi. Laklari xavjiramaydi. Yaxshi lakdan Gent firmani laklari sepilgan. Xo'p, oynagimiz ham xuddi shu holatda, derazalari har bir ko'zi germetika bo'lgan. Taraqlab sovuq kirmasligi uchun. Xo'p, bu yerda qolgani mana, xo'p, bu yerda yana 3 ta eshik, 3 ta romimiz bu tarafida bor. Xo'p, bularimizni ochilganda ikki eshigimiz haraq qilmasligi uchun mana devor chekkasiga ochiladigan hod qilib berganmiz. Xo'p, mana ochilganda shulargacha e'tibor berganmiz. Eshigimiz mana ochilganda qay holatda turadi. Bu ham bu chekkadan kiradi, bunisi ham bu chekkadan keladi. Ham zinadan kelganda bu tarafga yo'lda to'smaydi. Shulargacha hisob-kitob qilib o'lchanganda mana eshigimiz ochiq turgan holatda ham bir-biriga gulga o'xshab mana bir-biriga fasoni tushib chiroyli holatda turaveradi. O'rnatganda ham hamma eshik romimiz tepa liniyasini karnizdan bir xil liniyaga bitta tekis qilib o'rnatilgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Xohlasalar shu manzilda beraveramiz, bemalol egasi ruxsat bersa kelib eshik romlarni jivoy ko'rib, yo'qsa zakaz beraverasizlar. Xo'p, bu yerdagi eshiklarimiz ham xuddi shu holatda, qalinliklari, shumkalari hamma narsasi bir xil holatda bo'lgan. Bu koridorlarimiz, uylarimiz chiroyli tushgan ekan. Eshik romimiz ham patologlarga padmos bo'lib juda chiroyli tushdi. Xo'p, endi eshikdan tashqari romga ham qo'shimcha mana. Xo'p, romimizda podokomni ham qilingan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, romni o'ziga birga bir tushadigan qilib mokriy rangda podokomni qo'yib berganmiz, ko'ryapsizlar. Akkuratni turadi taqchi. Chekkadagi kirishkalargacha solib tayyor qilib berganmiz. Bu yerda mana mokriy rangda ko'chaga akfa qo'ygan ekan, rangi birga bir xilda bo'lgan. Ruchkalarga e'tibor beramiz. Romimiz oddiy ruchka emas. Qora rangda qilib, buni ham eshikka o'xshab zapchastlarni bir xil qilib berganmiz. Mana yopilishi chotga holatda bo'lgan. Xo'p, endi bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, bu yerda 5 ta 2 xonatlik 4 ta rom, podokomlik hamma narsasi bilan общий puli 17 million 500 ming so'mga o'lchab kelish, yasab, o'rnatib berish, dastavka, ustanovka hamma narsasi ichida bo'lgan. Shunaqa ochilib yopilishlariga har bir joyiga ahamiyat berilib, chiroyli holatda bo'lgan. Xudo xolasa hamma ma'lumotini berdik.
zakazlar bo'lsa, ishlar yoqqan bo'lsa zakaz bera olasizlar. 99 Telegram, WhatsApp, Imo hammasi bor. Bemalol aloqaga chiqib bo'la olasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab, eshik romiylarda oz ko'pligiga qarab, dastavka uстановкасының ichida yoki alohida kelishiladi. Hammanglarga rahmat, salomat bo'linglar. Bemalol aloqaga chiqib bo'la olasizlar. MDFlarimizda rangi, fasonlari har xil bor. Aloqa qilsanglar, fasonlarini tashlab beramiz. Yoqtirganingiz zakaz bersanglar, inshaalloh kelishilgan holda qilib beramiz. MDFlarimiz shunaqa ayvonli, koridorli joylarga MDF juda zo'r variant. Rahmat, salomat bo'linglar.